Kim uyini remont qilyapti, qo'lini ko'tarsin. Mana shu remont qilayotgan akalarimizga men bitta zo'r joy topganman. Uylarni fasad qilib ketdi dastavka. Toshkent shahriga tekinga dastavka qilib berishadi, viloyatlarga pitakgacha olib chiqib berishadi, pitakdan ortib olishadi, uyingizgacha olib borib beradi. Yana eng zo'r narsasi, agar o'zingizlar kelib o'rnatib, o'zingizlar chip-chiroyli qilib ketinglar desa, ularda o'zlarining ustalari borib, o'zlari qo'yib berishadi. Men Jasur akam, bizni uyimizga borib qo'yib berganlar. Boshqa variant, effektini beradigan variant qilib berganmiz. Gap yo'q. Agar sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, sizlarga mana shunaqangi travertinglar yoki mana shunaqangi pokaklar yoki xullas fasad qismga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, Jasur akamga murojaat qilasizlar. Telefon nomerlarini qoldiraman. 2 xildan ortiq ranglar bor, ha? Borib o'lchab berishimiz, servis xizmatimiz bepul. Agar sizni nomingizdan kelishsa, skidka ham qo'yib olamiz. Xudo xolisa. Joningiz sog' bo'lsin aka. Joningiz sog'. Qo'llari gul. Ishoninglar, bitta qildirib ko'ringlar, keyin menga rahmat aytasizlar. Nomerlarini, Instagramlarini qoldiraman. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Men nomimdan chiqsanglar, Jasur akam sizlarga skidka narxlarda qilib beradi.